Birlamchi bepushtlik 5 yillik bo'ladi. Trubniy faktor bo'lgan. Patsientamiz yoshlari 26da. Antimüller gormonlari juda ham yaxshi, 8 dan yuqori edi. Shunga qaramasdan trubada bir tarafida gematosalpinx, ya'ni qon yig'ilgan 8-9 santimetrlik trubada жидкостное содержимое, ikkinchi truba не проходим. Ekoga, естественно, bularda возможность yo'q edi. Поэтому bularni bir tomonlama trubalarni olingan, o'sha suyuqlik yig'ilganini ikkinchi taraflama drenирование qilib trubani ochganmiz. Xudoga shukr, bundan keyin bitta truba bilan ikkinchi stimulyatsiyada tabiiy homiladorlik kuzatildi va mana ko'rib turganingizdek, bu ikkinchi skriningda hammasi yaxshi. Patsientkamiz ham xursand, я тоже очень rada. Bu nima sababdan? Bu patsientkamiz juda ham сложный patsientka. Nima sababdan bularni biz operatsiyaga oldik? Birinchisi bu возрастной faktor. Yoshlari 30 dan kichkina. Ikkinchisi antimüller gormon, onalik zaxirani yaxshiligi. Bularga предупреждение berilgan, если 6 oy davomida tabiiy homiladorlik kuzatilmasa, eko programmasi bo'ladi deb. Shunga qaramasdan Alloh 6 oyga qolmasdan tabiiy homiladorlik bilan bularni siyladi.